Ayni paytda Madrid shahrida bo'lib turibmiz va ispan matbuotida kechagi klassikodan keyin Carlo Ancelottiga oid har xil xabarlar chiqa boshladi. Do'stlar, ispan matbuoti Sky Sports nashriga tayangan holda Ancelotti bir hafta ichida Real Madridning murabbiylik kursidan ketish haqida yozmoqda. O'rniga kim keladi? Hozircha aniq ma'lumot yo'q. Madridliklar albatta Zidan variantini ko'rib chiqishmoqda. Kloppga aloqaga chiqishgan, tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra Klopp bu taklifni qabul qila olmasligini aytgan. Ko'ramiz Real Madridni keyingi mavsumdan va juda ham qiziq do'stlar. Bir haftadan keyin Carlo Ancelotti ketadigan bo'lsa, Barselonada bo'ladigan La Liga doirasidagi klassikoga Real Madridni kim boshlab tushishi qiziq. Carlo Ancelottining kelajagiga keladigan bo'lsak, albatta Braziliya terma jamoasi qiziqish bildirmoqda va 2030-yilgacha Carloga shartnoma taklif qilgan. Yana bir ma'lumot do'stlar, uning o'g'li Davide Ancelotti o'zining solo, ya'ni yakkaxon murabbiylik faoliyatini boshlash arafasida. Hozircha Madridda mana shunday yangiliklar.